Bugün senin günün sevgilin. Çoğal oğlingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Ya, sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Arkanamda. Ya o'yla ovozing o'chsin uning. Bugun sening nima edi sevgiling, meni qarachima ol. Çoğal, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avliyam yo'q. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Sho'rang o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsin. Eming bor, o'zir ovqat qilyapsizlarmi? Salom alaykum. Kelin, ana lampochka chaqingizni berib turing. Nima qilyapsiz, tatacha? Molxona sveti o'chib qolibdi, padaringlar. Man afshudan misatun arkivalatın Esatun Bir uylay çoğal, hatta bir yüzümden öping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushayotganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Qirolicham ishkalatiye. Dubayskiy ishkalat keldi. Eri keldi, eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Çoğal, Ana ko'rdi. Ha. menga Dubayskiy shikoyat bermaysizmi? Yaxshi. Ya dada. O'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Bo'y. Kim nima qilsa shuni qilar? Bo'kib yega xo'pmi? Çoğal, menga Dubayskiy shikoyat olib kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Wafers degan vaflilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, meni qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Çoğal, o'sha biri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ularni spalni bilan vannaga atir ko'rsatib nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul sepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini shuni qanday qilamiz? Ay! لا 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 همیشه لا لا